Boshlang'ich to'lov siz 0 bilan Gentra olib minaman deganlarimizga mana 2023-yil ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 75900 kilometr yurilgan, 3-paysi elegant plus qora Gentradan olib kelib qo'ydik. Xo'p, mashina kraskasi, kapot, qanot ikkita detalida bor, qolgan joylari toza, o'z shum qator tekshirtirasiz bo'ladi. Mashinada Amerikanka orqada ultra stoplar bor, balon holatlari o'rta holatda, yumshoq balonlar bor, o'rta holatda, hop, gerb lavoylar, bunga chiqarib, 10 shumkalargacha qilib berilgan. Xo'p, saloni o'zini заводской sidinalarida yuklari bor, ABS konditsioner, hamma yo'g'i bordan 3-pozitsiyasida pultlargacha ustanovka qilib qo'yilgan ekan. Yurgan masofasi aytilganda 75900. Xo'p, mashina benzinda harakatlanadi. Bu shum propan yo metan qo'ydirasiz bo'ladi. Xo'p, buni tannarxiga keladigan bo'lsak, naqd pulga baraka qilamiz degan akalarga $11800 ga berib yuboramiz. Yo'q, bankga olaman deganlarga boshlang'ich to'lovsiz 0 dan mamizga chiqarib beramiz. Oylik to'lovlari 5.400.000, 5.5 million atrofida chiqadi 5 yilga. Yo, rasxodlarimga pulim bor, rasxodlarni, ko'cha rasxodlarini o'zim qilaman degan akalarimizga 5 yilga 5 million 100 atrofida chiqadi. Mashina kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda telefon nomerlarini qoldiraman. Qator to'liq ma'lumot olib, tekshirtirib baraka qilsalaring bo'ladi.